AQShdan hammaga assalomu alaykum. Bugun Handles nomli muzqaymoq shoxobchasiga keldik. Bu yerda 100 dan ortiq ta'mga ega bo'lgan turli xil muzqaymoqlar, smuzi, kokteyllar, yaxna kofelar, muz solingan yaxna ichimliklar shu yerni o'zida tayyorlanar ekan. Birinchi bo'lib bunaqa muzqaymoqlarni 1045-yilda Alice Handel tayyorlagan ekan. U o'zini ogorodidan, tomorqasi deymizmi, yengi o'sgan mevalarini o'zini shaxsiy retseptiga ko'ra birinchi bor muzqaymoq tayyorlab ko'rar ekan va uni erini yoqilg'i yoqish shoxobchasida sota boshlar ekan. Biz ham olib ko'rdik, qaranglar. Ularning hammasini porsiyalari katta-katta. Qaranglar. Yeyolmayman deb o'ylayman bularni. Juda ham haqiqatda zo'r ekan. Mazasi ham yaxshi ekan. Mana shu kelayotgan klientlar, ya'ni mijozlar, aynan mana shu Handels'ni katta porsiyalarda berishiga, keyin hamma narsani uy sharoitidagi yangi mahsulotlardan, svejiy mahsulotlardan tayyorlanishiga ishqiboz ekan. Biz ham muzqaymoqlarni issiq choy bilan mazza qilib yeb oldik.